Hozirgina prezidentimiz bilan suhbatlashdingiz. Nima haqida gapirib berdingiz? Sizni loyihangiz nima maqsadda qilingani? Biz loyihamiz Qoraqalpog'istonda pomidor yetishtirib, quyoshni qoqlab, Italiya, Fransiya kabi davlatlarga eksport qilmoqda. Bugungi kunda bu mahsulotga talab juda yuqori. Qoraqalpog'iston iqlim sharoiti pomidor qoqlashga juda to'g'ri keladi. Qoqini qayerga jo'natyapman dedingiz? Italiya, Fransiya davlatlariga. Pomidor qoqimizni. Ularda pitsa ko'p ishlab chiqariladi, pomidor kerak. Pitsa, pasta, har xil narsalarga biz endi pomidori eli Italiyaga Qoraqalpog'istonda o'tirib pomidor eksport qilyapmiz. Zo'r. Bu mahsulotni yetishtirish uchun gaz, to'q hech narsa kerak emas. Quyosh nuri kerak, shamol kerak va qo'l mehnati kerak. Korxonamizda 200 dan ortiq ayol qizlar ish bilan band. Zo'r. Pomidorni demak fermerlardan olib kelasiz? Yo'q, pomidorni o'zimiz yetishtiramiz. O'zimizdan boshlab yetishtirib, klaster ekanda. Klaster desak ham bo'ladi. Qancha topyapsiz? Endi u sir bo'lmas. Topganda rostini aytganda ko'pchilik eksportdan tushgan qiymat odamlarning oyligiga ketadi. Bu yarim ijtimoiy, yarim iqtisodiy proyekt desak ham bo'ladi. Sababi ishchi kuchiga, qo'l mehnatiga ko'p pul sarflaymiz. Shuning uchun biz hali unchalik katta korxona bo'lib keta olmayapmiz. Lekin g'oyani o'zi yaxshi va uni bozori aniq taniq. Hurmatli prezidentimiz hozir shuni tushungan holda bizga yordam beramiz deydi. Ko'proq yer beramiz. Buni katta konsorsium qilamiz, katta korxona qilamiz dedilar.